Assalomu alaykum. YouTube'dagi Notuguz kanalimizning muxlislari. Davlat mustaqilligining 35 yilligi munosabati bilan hamma joyda tadbirlar o'tayotganidan siz boxabarsiz. Mana biz bir guruh ziyolilar, rahbarlar, davlat hukumat arboblari hammalari jam bo'lib Bekobod sari keldik mana. Albatta Bekobod ham barcha joylar singari o'zgargan, qurilishlar, tub burilishlar, bunyodkorlik ishlarini ko'rib inson havas qiladi. Bu yerda o'tirgan insonlarni yaxshi bilasiz, ko'rib turibsiz mana. Ko'p yillar mobaynida shu davlatimizning taraqqiyoti, shu O'zbekistonning ravnaqi uchun xizmat qilgan fidoyi insonlar. Shu rahbarlarning aksariyatini Turobjon Ikromovich mana bir qiziqtiradigan narsa, qaysi rahbar bilan gaplashsangiz, shu albatta tarixga qiziqadi. Tarixdan so'z ochadi. Hozir mana suhbatimiz ham Xorazm shohlaridan boshlandi, ana shu tegirlar bo'lsin, Temuriylar, mana hammasini o'zini tarixini bilish uchun tarixga mehr qo'yish kerak. Davlatimiz rahbari e'tirof etganday, tarix bizni bu saboq va kelajagimiz uchun muhim bir yorug'lik, yog'du. Ana shunday ekan biz ko'p narsani bilib, tarix bilan bog'langan holda bugun bayram munosabati bilan yig'ildik. Ana shu tarixga munosabat, tarix bizga nima beradi? Tarix bizni ko'proq nimalarga undaydi? Tarixda birlashtiruvchilik kuch bor. Yagona vatan, yagona xalq degan so'zlarning ham o'ziga xos o'rinlari bor. Domla haqiqatan ham juda to'g'ri aytdingiz. Shu yerda mana ancha suhbatlashib turibmiz, shu o'tgan tariximizni eslab. Tarixini bilmagan rahbar u rahbarlik qilish qiyin bo'ladi. Bilmagan ham qiziqmagan. Qiziqmagan ham qiyin bo'ladi. Shuning uchun hammamiz ham shu o'zimiz tariximizni o'qib, o'rganganmiz. Bobo kalonlarimiz Amir Temur hazratlaridan boshlab buyog'i to hozirgi davrgacha bo'lgan tariximizda, yangi tariximizda qiziqib o'qiymiz. Boya suhbatdan shu narsa bir qiziqib hammamiz aytdiki, shu Qashqadaryo viloyatida Xo'jay Jarroh deb ataladigan juda bir ulug' maqom bor. Mana shu Xo'jay Jarrohni hozirgi holatiga olib kelish bu muhtaram prezidentimiz Shavkat Miromonovning ideyalari bo'lgan, fikrlari bo'lgan. Men o'sha paytda endi Qashqadaryo viloyatiga hokim bo'lib saylangandan keyin ertasi kuniga biz o'sha yerga muhtaram prezidentimiz bilan tashrif buyurganmiz. Tashrif buyurib o'shanda aytdilarki, Turob ishni shu nimadan boshlaylik, ehsondan boshlaylik. Ehson qiladigan joy bormi Qashqadaryoda, Qarshi shahrida deganlarida bizni o'sha yerga olib borishgan. Borgan paytimizda domla u hali bunaqa holatda emas edi, bir hamma yoqda jingil bosgan, hali qarovsiz holatda edi. Keyin o'sha yerga borgandan keyin ziyorat qildik. Shavkat Miromonovich aytdilarki, Turob dedilar, ish dedilar, Qashqadaryoda mana shu yerda obod qilishdan boshlaymiz. Sen boshlagin, men senga yordam beraman. Hamma masalani hal qilib beraman dedi. Shunda haqiqatan ham keyin o'zlarining tashabbuslari bilan o'rga juda ko'p olimlar keldi. Madaniyat vazirligini qoshdagi o'sha obidalar bo'yicha boshqarma bor edi. Shu boshqarmaning mutaxassislari keldi, arxitektorlar keldi, ko'rdik. O'shanda shu Qashqadaryoni xalqi ham shunaqangi mard xalqki, bizlar shu joyda obod qilamiz deb bir katta bir yig'ilish qilib, o'sha aktiv zalda shu gapni aytganimizda butun xalq ko'tarilgan domla. U yer o'sha yer. Bizlar budjetdan bir so'm pul olmasdan xalqni hashari bilan bo'lgan joy. Endi o'shanda shtab qilib olib, o'sha yerda mana rahmatli Ehson aka bordilar. U kishi profsoyuz raisi edi. U kishini keyin hozir Yanvar Po'latovich tiriklar, u kishi oqsoqolimiz, u kishi shu veteranlar boshlig'i, rahbari edi. Shu ikkovlarni shtabga boshlab qo'yganmiz. Shular ertalabdan kechgacha o'sha yerda o'tirib xalqni o'sha ehsonini, hisob kitobini yuritishgan. Daftar ochib, o'tirib, shtab qilib olib,
shunday bo'lganki 3 oy 4 oy oldinga o'zi zaps bo'lgan. Xalq ko'tarilib kimdir kelib mehnat qilgan, ketmoni bilan, bel bilan kelib o'sha yerdagi obodonlash ishlariga, qozish, ko'mish ishlariga kelib o'zining hissasini qo'shgan, kimdir olib kelib mol bergan, kimdir olib kelib hattoki shu eng haligi men ham hissamni qo'shaman degan bir oddiy oilalar ham bir tandir non qilib o'sha ayollar olib kelib ishlaydigan ishchilarga o'sha yerga ehson qilishgan. Shuni 1 yil 2 oyda tugatdik. Mana hozirgi holatga keldi. Endi bu o'sha yerda yotgan Xo'jay Jarroh deb o'sha xalq ichida shunday deb atalgan joyda endi uni tarixini bir o'rganaylik deb o'zimiz qiziqdik. Shu domlalarni Ubaydulla Uvatovni Iordaniyaga jo'natganmiz. Shu Shavkat Miromonovich o'zlari topshirib berdilarki, uni tarixini bilinglar, uni tarixiy bitta muzey ham qilaylik shu yerga. Shuni keyin shu tarixini o'rganib, o'shani olib kelaylik bu yoqqa, bu yerga xalqqa shu narsani yetkazish kerak deganlardan keyin domlalarni jo'natdik Iordaniyaga. U kishi o'sha yerdan borib, haqiqiy qabrlari Iordaniyada ekan, o'sha yerdan borib shuni universitetda tarixlari, muzeylari bor ekan, o'sha yerdan manbalarni olib kelib o'sha yerda muzeyga shakllantirganmiz. Mana hozir o'sha joylar domlalar juda bir ziyorat joy bo'lgan. Butun Qashqadaryo xalqi, Qarshi shahar atrofidagi tumanlar qolaversa, respublikadan ham juda ko'p kishi borib shu yerda ziyorat qiladi. O'zimizdan borib, qo'shni respublikalardan keladi-da, Tojikistondan kelishdi. Juda ko'p joylardan kelib o'sha yerda ziyorat qilishadi. Bu shunaqa mana shu bu ham bizning bir tariximiz bu ham. Respublikamizning hamma viloyatlarda muqaddas qadamzod ziyoratgohlar ko'pda. Men so'ramoqchi bo'lganim, prezidentimiz Qarshida bo'lganligi uchun Xo'jay Jarroh ehson qilinadigan joy tanlandimi yo bo'lmasa Sulton Hazrati Beshir Boboyodan Mir Haydar bor, nima Amir Haydar kasbidagi. Yo faqat o'sha nimani bo'lgani uchun. Yo'q. Bu shaharda, u yagona joy. Shaharda bitta mana shu joy ehson qiladigan, haligi ziyorat qiladigan o'sha endi nimalar ham ko'p, lekin asosiy shu joy bo'lganligi uchun obod qilindi. Bo'lmasa Ko'k gumbaz bor, masjidimiz, shahar atrofida ham bor, lekin shahar markazida kelgan mehmonlar, bitta yarim o'sha yerdan o'tib qaytgan mana Surxondaryoni, Afg'oniston hamma tomonni bog'laydida o'sha yer. Kelganlar bir to'xtab ziyorat qilib ketsin deb o'sha yer tanlangan. Uni Buxoro mitoban gufت bahorashlar zimiston mitoban gufت Bahovuddin Naboshan dar Buxoro Farangu Kofiriston mitoban gufت. Bobur Ahmashravning gapida bu. Buxoro haqida gap ketgan paytda Yetti Piru, Bahovuddin Naqshbandiyning qadamjosidan kelgan insonlarning hammasida demak o'z-o'zidan bir Qodir Asadovich ham xuddi shunaqa bir tarixga mehri baland. Ham yozuvchi sifatida, ham siyosatshunos sifatida bugun alohida o'ringa ega. Ubaydulla Uvatovning jiyanlari mana Botirjon ham bizning shogirdimiz, jurnalistikada o'qitganmiz. Bugungi kunda bizga ustoz bo'lyaptilar. Qodirjon Asadovich ikkalamiz. Turobjon aka Ubaydulla Uvatovni eslab qoldilar. Son. O'zingiz ham xotirladingiz. Men ham Ubaydulla Uvatov bilan bog'liq bir voqeani eslab qoldimda. Hozir talaba edi, bu kishi bizga dars o'tardi, rahmatli. Bir qiziq voqeani gapirib bergan, o'zlari shaxsan guvoh bo'lgan voqeani. Hozir afsuski o'sha paytda yozib olmagan ekanman. Hozir barcha tafsilotlari yodimda qolmagan, lekin mazmunini gapirib beraman. Ubaydulla Uvatovni o'zlari boshdan kechirgan voqea. U kishi tarjimon bo'lganlar arab tilidan. O'sha paytda qaysidir musulmon davlatini rahbari SSRga tashrif buyuradi. Va tashrif dasturiga O'zbekistonni ham qo'shishni taklif qiladi. Va Moskvaga 3 kun vizit, Moskvadan keyin O'zbekistonga keladi. O'zbekiston u paytda SSRni bitta ittifoqdosh respublikasi. O'zbekistonga kelganda u kishi o'sha oliy darajadagi mehmon Imom Buxoriy maqbarasini ko'rsatishni so'raydi. Men ziyorat qilmoqchiman.
imom Buxoriy bu islom olamidagi eng mo'tabar zotlardan biri. Men albatta u kishini maqbarasini, qabrini ziyorat qilmoqchiman. Qabri O'zbekistonda deb eshitdim deydi. Bu yerga kelishimdan oldin o'rgandim va qabri hali ham bor deb eshitdim. Meni o'sha qabrga yetasizlar dedi. Keyin O'zbekistonda rahbariyat u paytda seka deyilardi, Markaz qo'm, Kommunistik partiyani markaziy qo'mitasidagilar shoshib qolishadi. Imom Buxoriyning maqbarasini qidirishga tushishadi. Olimlardan so'rab o'sha Samarqand yaqinidagi Xartang qishlog'ida shunaqa qabr borligini aniqlashadi. Ammo ming afsuski Samarqanddan Toshkentga xabar yuboriladi. Bu yerga oliy darajadagi mehmonni olib keladigan ahvolda emas. Juda ham tashlandi, xaroba holatda. Iltimos bizga olib kelmanglar deyishadi. Samarqand viloyat u paytda oblast deyilardi. Oblast Kommunistik partiyani o'sha obkom deyilardi. Xullas o'sha mehmonni Ubaydulla Uvatov rahmatli ustozimizning aytishi bo'yicha mehmonni bu yo'ldan qaytarishga rosa urinib ko'rishadi. Lekin u mehmon juda qaysarlik bilan men u maqbarani ziyorat qilmasam bo'lmaydi. Men ataylab shuning uchun kelganman axir. Bormasam bo'lmaydi bu yerga. Bu hali Moskvadan samolyot tanlanmagan. Poyezd tanlangan. 5 kun kutish kerak ku vaqt. Bu yerga kelganda ham shunaqa deyishadi. Buni ham aytib o'tdilar, to'g'ri. To'g'ri. Ataylab poyezdda yuborgan, haligi dorilar ataylab poyezdga yuborgan, işte bu vaqtdan yutish uchun faqat u poyezdga kelguncha u yerni o'sha maqbara atroflarini odam bashara qilish uchun ataylab poyezdda yuborilgan degan anaqalar ham bor, versiyalar ham bor. Xullas yo'q deb qaysarlik qilgandan keyin shoshib pishib o'sha joyni obod qilishga harakat qilishadi. Haqiqatan ham siz aytgandek o'sha qishloq xo'jaligi mashinalarini nima deydi, haligi mashina traktor parki deydimi, o'shanaqa bir chekkasi xaroba nihoyatda joy tashlandiq joyga aylantirilgan bir chekkada bir qabr do'ppayib turibdi. Ba'zida odamlar mahalliy aholi kelib ziyorat qilib ketadi. Shunaqa joy edi. Xullas o'sha oliy darajadagi mehmon kelguncha u qabrni sal-pal odam bashara qilib, yog'larni ketkizib, to'g'rimi? Yo'llarni asfalt qilib, chiroyli qilib tayyorlashadi. Mehmon kelgandan keyin, mehmon kelguncha yana bitta tafsiloti bor. 500 metr qolganda deydi. Ubaydulla Uvatov bizga buni nihoyatda ta'sirchan gapirib bergandilar. 500 metr qolganda qabrga to'xtatasizlar mashinani deydi. Shu 500 metr qolganda mashinani to'xtatishganda keyin mehmon, afsuski mehmon kimligi ham esimdan chiqdi. Endi ojiz bandamiz, oradan necha yil o'tib ketgan, men u mehmonni kimligini, Ubaydulla aka ustozimiz kimligini, familiyasigacha aytgandilar bizga. Xullas 500 metr qolganda mashinalar to'xtatiladi. Mehmon mashinadan tushib, emaklab qabrgacha borib, o'sha qabrda Qur'on tilovat qilib, ziyorat qilib qaytib ketishgan deyishadi. Shunda o'sha mehmonni kelganini yana bitta xayrli tomoni, o'sha mehmon kelib ketgandan keyin u qabr maqbaraga e'tibor biroz kuchayadi. Demak, islom olamidan mo'tabar zotlar, ulug' shayxlar, to'g'rimi? Allomalar ziyorat qiladigan joy bo'lishi mumkin deb turib, sal keyin o'sha atroflarni ochib, biroz keyin yana bitta yaxshi tomoni, o'sha maqbara keyin O'zbekiston musulmonlar idorasini tasarrufiga, balansiga o'tkaziladi. Mana shu mehmon kelib ketgandan keyin. Shuni Ubaydulla Uvatov rahmatli ustozimiz bizga nihoyatda ta'sirchan qilib, chunki o'zlari tarjimon bo'lganlar, o'sha mehmonga hamrohlik qilganlar, olib yurganlar. Shuni bizga gapirib beruvdi u kishi. Ko'rsatib ham qildik-ku. Shunda mana Bozojonning o'zi boshlovchi ham bo'ldi. Shunda men Zamakhshariy bilan bog'liq bo'lgan. Yaqinda menga yana telefon berishdi. Qabrda kitoblar turgan ekan. Varaqlab ko'rib, shuni joyini, tashkilini qo'yish kerak.